Futbolni irg'mak uchun o'ynamagan Krishtianu, ko'plab yulduzlaring sindi sinmadi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini Messiga Messi Ronaldodan zo'r o'ynaydi. Bu jahon chempioni bo'ldi. Işte qachongacha Krishtianuga muxlislik qilasan? Axir u jahon chempioni bo'la olmadi. Chempionlar ligasida ham o'ynamayapti. Marokashga ham bo'la olmadi-ku. Yana nimamush Ronaldo yulduz. Futbolni irg'mak uchun o'ynamagan Krishtianu, ko'plab yulduzlaring sindi sinmadi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini Messiga